Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Usmonova Karima, oliy toifali shifokor. Qo'limdagi Miniful haqida sizlarga, Minifulni aktivatori haqida men sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Bu aktivator kletik, ya'ni hujayra aktivatori nima vazifani bajaradi? Buni teragersiviy nurlanish, kvantik texnologiya va uzun to'lqinli texnologiya birlashgan holatda organizmga 10-12 sm chuqurlikka kirib boradi. Avvalo o'sha limfa yo'llarini ochib, limfa drenaj holatini keltirib beradi, mayda qon tomirlarini ishini yaxshilab beradi, hujayralardagi uyg'unlashtirib beradi, qachonki hujayralar sustlashgan bo'lsa, yallangan hujayralarni qayta tiklab beradi va organizm immun sistemasini ta'sir qilib immunitetni ko'tarib beradi. Organizm faoliyatini yaxshilab, teri muammolari, ayniqsa teri muammolaridagi o'sha psoriaz, ekzema kasalliklarini, papillomalarni davolashda juda yaxshi qo'llanma hisoblanadi bu. Undan tashqari bu organizmga bo'g'im kasalliklari, har xil yarali kasalliklarda ham juda yaxshi qo'l kelyapti mana shu aktivator, hujayra aktivatorimiz. Bu juda ham qulay imkoniyatlarga ega bo'lgan, har bir xonadonda bo'lish kerak bo'lgan bu aktivator kletik, ya'ni hujayra aktivator apparatimiz hisoblanadi.